G'azodagi holat kundan kunga og'irlashib boryapti. Bosqinchi yahudlar G'azodagi musulmonlarni shiddatli bombardimon qilishda ham davom etyapti. Yahudlar biz o'z davlatimizni quramiz, biz o'z davlatimizni himoya qilishligimiz kerak deb terroristlik nomi ostida G'azodagi minglarcha musulmonlarni, ya'ni u yerda G'azoda vafot etganlar soni hozir kelib 100 ming nafardan oshib ketdi. Minglarcha musulmonlarni bombardimon qilib qatl-om qilyapti. Har yer vayrona bo'ldi. Va ular insonlarni yashashlik uchun ehtiyojiga kerakli bo'lgan narsalar tobora tugab boryapti. Elektr toki tamoman uzilgan. Hattoki kasalxonalarda ham holat juda og'ir. Yaradorlarning ko'pligi sababli barchasiga bir vaqtni o'zida qarash imkoniyat bo'lmayapti. Chunki bombardimonlar sababli qanchalagan doktorlar ham vafot etishdi. Hasbunalloh va ni'mal vakil. Lekin G'azzodagi musulmonlar Allohga bo'lgan umidini yo'qotishmadi. Har kuni bombardimon bo'lsa ham, ular o'z uylarini tark etib chiqishadigan bo'lsa ham, Robbilaridan umidlarini uzishmayapti va butun islom ummati uchun o'rnak bo'lishyapti. Haqiqiy Allohga bo'lgan ishonch farzandidan ayrilsa ham, ota-onasidan ayrilsa ham, o'z uylarini tark etib ketsa ham, Robbilaridan, dinlaridan voz kechishmayapti. Bu qanday iymonki, bu qanday islomki, boshqa davlatdagi musulmonlarga dars o'tishyapti, ibrat bo'lyapti. Lekin holat haqiqatan ham og'ir. Ba'zi musulmonlar yegulik qidirib chiqqan vaqtlarda otilib shahid bo'lishyapti. Ona farzandi uchun yegulik topib bera olmayapti. Yosh bolalar taom qidirib ko'chalarga chiqishyapti. Bu musulmonlarning boshidan o'tayotgan bir voqea. Lekin Allohning fazli bilan, rahmat bilan mana bu G'azzodagi qardoshlariga befarq bo'lmagan qancha aka-uka, opa-singillarimiz bor. Va ular yordamlarini tinimsiz shaklda davom etkazib kelishyapti. Va bizlar ham Allohning fazli va rahmati bilan G'azzodagi qardoshlarimizga, birodarlarimizga yordamlarni ulashishlikda davom etyapmiz. Va Allohning fazli bilan shu kungacha qancha musulmonlarga yordamlarni ulashdik. Va bugun ham ko'rib turganingizdek G'azzodagi musulmonlarga tez yordam paketlari tayyorlab, ularni bir qancha muddatgacha ta'minlay oladigan yordam paketlari tayyorlab, ularga ulashtirdik. Albatta bunga o'xshash imkoniyatimiz qadar yordam qila olyapmiz. Chunki u yerda millionlarcha musulmonlar bor. Ularning barchasiga yordamlarni bir vaqtni o'zida yetkazishning ilojisi yo'q. Bizlar ham imkon qadar eng ehtiyoji bo'lgan va yetkazishlikka imkoni bo'lgan mazlumlarga ulashtirishda davom etyapmiz. Alloh taolo ihson qilayotgan aka-uka, opa-singillarimizdan barchadan rozi bo'lsin va ushbu amallari sababli Alloh taolo ularni Firdavs va Naim jannatlari bilan mukofotlasin. Agar sizlar ham ihsonkorlar karvoniga qo'shilish istesanglar, bizning aloqa manzilimizga chiqishlar mumkin. Bizlar ham imkon qadar ihsonlarni, yordamlarni mazlumlarga, G'azzodagi dindoshlarimizga ulashtirishda davom etamiz. Alloh taolo G'azzodagi ahlimizga nusrat va najot bersin. Alloh taolo sizlardan va bizlardan qabul qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.